Ara chaqqanda allergiya bergan, nafasim qisib, lekin Xitoy ari edi. Kommentariyamga javob uchun rahmat. Qancha bir kurslik chenasi? Bir kurslik chenasi 1.500.000 so'm. Oziq-ovqat, yotoqxona muolaja hamma yo'q ichida bo'ladi. 7 kun bo'ladi. 2 mahal muolaja bo'ladi, erta bilan kechqurun. Bu holatdan xavotir olmang, chunki inson tuxum yegan bo'lsangiz, qalampir, sut, qatiq, qaymoq, misol, pomidor, bodring, mana shuni semichka, yong'oq, shunga o'xshagan narsalar yegan holatingizda ari chaqsa ham har qanday ari, asalari bo'ladimi, boshqa ari bilan chaqsa allergiya beradi. Chunki bunaqangi qichitga o'sha allergiyaga moyillik narsani iste'mol qilib bo'lmaydi, umuman asalari muolajada ham. Shuning uchun sizni holatingiz o'sha paytda qanday holat bo'lgan, balkim esingizda bordir, balkim yo'qdir. Undan xavotir olmang. Mabodo ariga allergiya bergan taqdirda ham sabr qilib olsangiz, uni yo'qotib yuboramiz. Chunki birinchi yordamlar ko'rsatiladi, o'sha dorilar beriladi, cho'y, boshqa xullas birinchi yordamni ko'rsatib, asta qo'yib boriladi, umuman o'rgatib yuboriladi. Chunki tajribamizda juda ko'p o'tgan bunday holatlar. Tanada sovuqlik yuqori bo'lsa ham insonda beradi allergiya. Buni chorasi yana allergiya bersa, yana ari qo'yishlik bilan yo'qotsa bo'ladi bu narsani. Boshqa chorasi yo'q. Misol ukol dori qilsangiz vaqtinchalik yo'qolaveradi. Keyin yana bir qaysidir paytlarda chaqib yana berish mumkin. U narsani shu asalari chaqdimi, allergiya berdimi, yana o'zi bilan kurashish kerak. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida bemalol kelinaveradi. O'sha kurs muolaja qilamiz. Xavotirga o'ring. Siz o'zingizda qaysi kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga teng muolaja qilinaveradi. Asalari muolajasi shunaqangi mo'jiza narsaki, insonni tanasini nech xil dard bo'lsa, hammasiga teng foyda ketadi. Misol doktorga bordingiz, yuragingizda muammomi, yurak doktorga borasiz. Oshqozoningizda muammomi, oshqozonga, buyrakda muammo bormi, buyrakka. Hammasiga alohida boraverasiz. Hammasi misol 10 ta kasalligingizda 10 ta doktorga borsangiz, 10 ta sizga muolaja yozib bersa, hammasini birdek ola olmaysiz. Bu asalarida mana shu bitta kurs muolajada tanangizda nech xil dard bo'lsa, hammasiga teng foyda ko'rasiz. Dunyo bo'yicha bunaqangi muolaja turi yo'q. Giyohdan bo'ladimi, meditsina taraf bo'ladimi, bunaqa asalar muolajasi taqangi birinchi raqamli muolaja yo'q. Shuning uchun ko'ngilli xotirjam qilib keling, inshaalloh muolaja qilamiz. Ko'nglingiz to'ladi, xudo xolasa muolajamizni. Umurbek tabib deyilsa, YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Mana YouTube'ga o'tib ko'rsalaring, natija topgan bemorlarda hammasini joylab qo'yganmiz. Bemalol ixlos qilib, natijalar bilan tanishib olasizlar.